Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, barchangizga xayrli kun. Taraqqiyot telekanalida tabobat bizdan boshlangan ko'rsatuvning navbatdagi soni to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda sizni fayzli, tarofatli xonadoningiz mehmoni bo'lib turganimizdan mamnunmiz. Albatta, bu galgi ko'rsatuvimizda ham ko'z kasalliklarini davolashda tabiiy mahsulotlarning o'rni haqida suhbatlashamiz va o'ylaymanki, bugun ham yurtdoshlarimizga manfaatli suhbat taqdim etamiz degan umiddamiz. Bu galgi ko'rsatuvimiz ham Plan Baby klinikasi bilan hamkorlikda e'tiboringizga havola etilmoqda va ko'rsatuvimiz mehmoni har galgidek Plan Baby klinikasi ko'z kasalliklari markazi bosh mutaxassisi Feruzaxon Usmonova tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz. Ana endi biz o'tgan ko'rsatuvlarimizda ko'z kasalliklari haqida, uni kelib chiqish sabablari, uni davolash usullari, umuman turlari haqida ko'plab ma'lumotlar taqdim etdik. Bugun keling, bugun Plan Baby klinikasi taqdim etayotgan mahsulotlar haqida ko'proq ma'lumotlar beramiz. Chunki bu mahsulotlarni xarid qilib davolanayotgan yurtdoshlarimizdan avvalgi ko'rsatuvlarimizda ham ko'plab ijobiy so'zlar eshitdik va o'ylaymanki, bugun ko'rsatuvimizda ham ana shunday ijobiy so'zlarni eshitamiz va bu yurtdoshlarimizga qaysidir ma'noda o'z kasalliklarini davolashda o'z o'rnida motivatsiya vazifasini ham bajaradi. Biz esa mahsulotlar haqida to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu esa yurtdoshlarimizga juda ham kerakli ma'lumot hisoblanadi. Albatta, bu mahsulotlarni ancha-muncha yurtdoshlarimiz allaqachon tanishib ulgurishgan Oculist, Visinol Forte hamda Omega 3 vositalari, tabiiy mahsulotlar. Bularni tarkibi qayerda ishlab chiqariladi va eng muhim narsa, bugun ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki telekanallar orqali shu kabi mahsulotlar yurtdoshlarimizga taklif etilyapti, reklama etilyapti. Ba'zida inson ikkilanib qoladi, qaysi birini tanlashim kerak, qaysi biri meni davolashda yaxshiroq degan savollar tug'iladi yurtdoshlarimizda. Boshqa mahsulotlardan aynan bu mahsulotlarni ustunlik tomoni yoki foydali tomoni nimada? Marhamat. Rahmat savolingiz uchun. Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yana sizlarni xonadoningizda efir orqali mehmonmiz. Xudo xohlasa, qo'limizdan kelguncha sizlarga, ya'ni kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berib o'taman. Albatta sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Hozirgi bu ekranda ko'rayotgan mana shu Oculist, Visinol, Omega mahsulotlari avvalo mana nimada farq qiladi boshqalarnikidan degan savolingizga javob berib o'tay. Mahsulotimiz birinchidan tabiiy mahsulot, ikkinchidan hech qanaqa tarkibida gormon, sintetik ximikat aralashmagan. Bu mahsulotimizning afzalligi aynan o'sha har bitta ko'z kasalligini, ya'ni boshlanishini oldini oladi va kasallik boshlangan bo'lsa davolash uchun, ya'ni yordam beradi. Aynan miopiya, uzoqni ko'ra olmaslikda, gipermetropiya yaqinda ko'ra olmaslikda, insonda agar sizda shu kasalliklar bo'lsa, ko'zingizda achishish, qichishish yoki glaukoma holatlari yoki ko'zingizda glaukomada bitta ko'zim ko'rmayapti, ikkinchi ko'zimda ko'rish hali ancha bor desangiz, aynan to'qimalarni tiklab o'sha ko'rishni saqlab qolishda, kataraktalarda hozirgi ko'p uchrayotgan kasalliklarda, har xil kasalliklarda 7 yoshdan 88-90 yoshgacha bo'lgan, ya'ni bemorlarimizga juda katta yordam beradi. Undan tashqari mahsulotimizni aynan o'sha boshqa mahsulotlardan afzalliklari bu birinchidan, ya'ni tabiiyligini aytib o'tdim, ikkinchidan bizaniki hech qanaqa, ya'ni firma yoki boshqa emas, Plan Baby klinikasining o'zini, ya'ni maxsus ishlab chiqarilgan mahsuloti hisoblanadi. Albatta bularning tarkibini hammasi tabiiy, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sertifikatlangan, litsenziyalangan mahsulot. Undan tashqari yana afzallik shuni aytib o'tishim kerakki, mana issiq kunlarda biz hozir masalan mana vodiylarga yoki boshqa joylarga bitta mani kelib sizlarga shuncha narsani tushuntirganim osonroq bo'ladi. Sizlar uyda o'tirgan holda bemalol Toshkentdagi mana shu malakali mutaxassislar bilan bog'lanib bemalol mana shu kasalligim bo'yicha men qanaqa davolansam bo'ladi desangiz, davo izlasangiz albatta davo topasiz. Biz qo'limizdan kelguncha yordam beramiz. Bu degani sizga qulaylik, chunki bilasizlar hozirgi kunda masalan ko'zingizni mahalliy doktoriga chiqsangiz ham yoki bo'lmasam boshqa okulistga borsangiz ham, albatta o'zimiz ham klinika bo'lgan ekan, xuddi shunaqa kirishimiz qabilimizdan, ya'ni konsultatsiyaga pul to'lanadi yoki bo'lmasam apparatlarga tushishga pul to'lanadi. Lekin sizni ko'zingizda hali ko'rib turgan bo'lsa, uzoqni, yaqinni yoki bo'lmasam glaukoma aniqlangan bo'lsa yoki katarakta aniqlangan bo'lsa, bu narsalarni distansion, ya'ni masofali davolasa bemalol bo'ladi. Buning uchun Toshkentdagi, ya'ni aynan malakali mutaxassislar sizga katta yordam beradi. Sizni shu Toshkentga yoki boshqa joyga borib davolanaman degan yo'l kirangiz yoki apparatga tushaman degan pulingizga siz uyingizda o'tirib davo topasiz degan umiddaman inshaalloh.
Rahmat. Dastlabki ma'lumotlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Aziz yurtdoshlar, aytib o'tganimdek, ko'rsatuvimiz jonli efirda aynan ko'z kasalliklari bo'yicha yoki ushbu mahsulotlar bo'yicha sizni qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, bemalol ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanib, mutaxassisga yo'llab javob olishingiz mumkin bo'ladi yoki Telegram manzilimizda ham savollaringizni yuborsangiz bo'ladi. Ana endi savollar kelgunga qadar men navbatdagi savolni taqdim etmoqchiman. Albatta bu mahsulotlarga aytaylik tomoshabinlarda qiziqish uyg'ondi. Nimaga aynan faqat buyurtma orqali bularni xarid qilish mumkin? Nimaga endi viloyatlar, tumanlardagi dorixonalardan topib bo'lmaydi? O'z vaqtida kerak paytida xarid qilib, bundan foydalanishlari uchun. Albatta, juda ham yaxshi savol. Hozirgi kunda biza buni dorixonalarga bermasligimizning sababi, albatta dorixonalarda har doim, ya'ni tez yordam holatida beriladi. Bu mahsulotimiz sizlarni davolash uchun beriladi. Birinchidan, ikkinchidan dorixonaga borganingizda sizga faqat dorini, ya'ni qo'lingizga mahsulotni sotadi. Undan keyingi lecheniya, ya'ni siz ulardan so'rab ola olmaysiz. Ya'ni sizni muntazam o'sha kurs lecheniyangiz davomida farmatsevtlarni, ya'ni olib bora olmaydi. Ularning ishi faqat sizga mahsulotni sizga qo'lingizga sotish. Bu mahsulotlarni olganingizdan keyin bizada malakali mutaxassislar bilan har dushanba yoki seshanba kunlari sizlarda tekin, ya'ni konsultatsiya bo'ladi. Sizdagi o'zgarishlarga qaraladi, sizga ko'z mashqlari qo'shiladi. Aynan ko'zingizda qanaqa o'zgarishlar, ana shu holatlarga qarab kurs lecheniya davom ettiradi. Albatta bunaqa, ya'ni distansionni davolashdan keyin har bitta insonda, ya'ni ko'z bo'yicha chiroyli natija olish, ya'ni harakat qilinadi, natija qilib beriladi. O'shaning uchun ham bu mahsulotlarimizni shaxsan o'zimiz, ya'ni nazoratga olamiz. Har bitta kursida o'zimiz nazoratga olamiz. Mahsulotlarimiz okulist, vizinol mahsulotlari aslida tarkibi bir xil. Ya'ni tarkibida 100 dan ortiq o'simliklardan tashkil topgan. Eng kerakli hozirgi kunda mana shu ko'zda tomir qurishi, glaukomalarga lyutin ekstraktlari bor tarkibida. Zeaksantin, undan tashqari, ya'ni Plan Baby klinikasi har doim aytib o'taman, Rossiya bilan hamkorlikda aynan chernikani ana shu Rossiya o'rmonlarida o'stirib, shaxsan, ya'ni maxsus olib keltiriladi. Buni tushunayotgan bo'lsangiz, mohiyati juda ham kuchli. Ko'zda har qanaqa kasallikka chiroyli natija qilib beradi. Ana o'shaning uchun ham mahsulotlarimizni shaxsan o'zimiz yetkazib beramiz, dastavkalarni tekin qilgan holda va o'zimiz nazoratga olamiz, natijani o'zimiz qilib beramiz, chiroyli duolarni ham o'zimiz olamiz inshaalloh. Rahmat. Bizda esa dastlabki qo'ng'iroq egasi bor. Keling, ularning savollarini tinglaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Balandroq gapirasiz, qayerdan qo'ng'iroq? Pullari juda qiymatmasmiki? Assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Ha, alaykum assalom. Ja, pullari qiymatmasmi bola? Aha, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Marg'ilondan qilyotgandim, o'g'illarim bilan gaplashib, shu nomerga qilib yuboraman. Albatta, albatta, salomat bo'ling. Bizni yaxshi bo'linglar. Xo'p, salomat bo'ling. Bizni tomosha qilishda davom eting. Qarang, shu onajonimiz endi ovora bo'lib bizga telefon qilibdilar. Albatta narxini so'rayaptilar. Bu kurs lecheniya vaziyatga, ya'ni holatingizga qaraladi, xolajon. Mana shu sizni qo'ng'irog'ingizdan keyin men o'zimni 12 yillik kafolatimdan kelib chiqib, har bitta mana shu efir orqali qo'ng'iroq qilgan, ya'ni otaxonlarga, onaxonlarga baribir ko'pchilik pensioner bo'ladi. Ya'ni davolanaman desa, pulim yetadimi, yo'qmi deydi. Bizada o'shaning uchun ham hammamiz ham musulmonmiz. Bizada 70% chegirmani qo'yamiz. Hozir o'zida 70% chegirmani. Ya'ni telefon qilib, men efir orqali qildim desanglar 70%. Har safar biz 50% chegirmani 50 ta 70 ta odamga beramiz. Lekin bu onaxonning hurmatidan biz bugal, ya'ni ko'proq 100 ta 120 tagacha qilib beramiz 70% chegirmada. O'shaning uchun shoshilsanglar, albatta aloqaga chiqsanglar, Xudo xohlasa ulgurasizlar, chiroyli natija ko'rib olasizlar, uyda o'tirgan holda oila davrasida. Menimcha yurtdoshlarimizga yaxshigina imkoniyat. Ko'rsatuv mobaynida qo'ng'iroq qilib buyurtma bersangiz, aynan ko'rsatuvimiz tugagunga qadar 70% chegirmada xarid qilishingiz mumkin ekan. Bu yaxshigina imkoniyat. Biz esa navbatdagi qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qayerdan? Toshkentdan, Chilonzordan. Men savolim bor edi. Men boshimdan sotraseniya olgan edim. O'shanga qo'shnim ichari keldi, ko'zlariga. Ko'zimga sotraseniya olganim uchun ko'zim yaxshi ko'rmayapti. O'shanga qo'shnimni olib ichaymikan yoki
qaysi nomerga telefon qilib olay deyotgandim. Qo'shnim maqtayotdilar-da. Ha. Bu dorilarni. Qanchadan beri ichyapti ekanlar? Suhbatlashdingizmi ular bilan? 2 oy ichida o'zi ko'zlari yaxshi ko'ryapti ekanlar. Tushunarli. Ko'zlariga oq tushgan ekan-da parda bilan. O'zingizda nima holatlar kuzatilyapti? Sotrasение olgan edim boshimdan, endi ko'zim xiralashyapti. O'shanga qo'shnim manikidan ichib turavering dedilar, endi ko'nglim bo'lmadi, o'zingizga prямо telefon qilyotgandim. Tushunarli. Rahmat qo'ng'iroq uchun, savol uchun. Savollar tushunarli bo'ldimi? Albatta eshitdim. Endi past eshitildi-yu, lekin eshitdim. Qo'shnim yaxshi bo'lib qoldilar deyaptilar, to'g'rimi? Qo'shnim maqtadi. Men sotrasение oldim deyaptilar. Albatta bosh miyada, ya'ni bizada ko'zimizda ko'zni tuzilishi o'zi aslida 20 mingtaga yaqin mayda qismlar bilan harakatlanadi. Aslida ko'zimiz juda ham murakkab. Inson organizmi o'zi murakkab, lekin ko'z juda ham murakkab, nozik, eng kerakli organizm hisoblanadi aslida. Qo'lingiz og'risa, oyog'ingiz og'risa, har doim aytaman, ya'ni sizda bittasini yab, bittasini ishlatishingiz mumkin yoki bo'lmasam, ya'ni bitta holatda o'tirganda ham hayotni, ya'ni nima deydi, hayotdagi zavqlanishni bemalol ko'rishingiz mumkin. Lekin ko'zingizda muammo bo'lsa, inson haqiqiy cheklanadi. Ya'ni o'zingiz tashqariga chiqib kira olmay qolasiz. Hassaga tayanib inson sekin yuradigan bo'lib qoladi. Ana shu holatga kelmasligi uchun biz bu mahsulotlarni sizlarga taklif qilamiz. Avvalo sotrasyeniyada ko'zda mayda kapillyar qon tomirlari, ya'ni shikastlanadi. O'shani hisobiga miyaga tasvir jo'natish tomirlari sekin shikastlangandan keyin ana shunda ko'rishga ta'sir qiladi. Albatta, pastdagi raqamlarga bog'lansangiz, ya'ni bizada 10 tadan ortiq malakali mutaxassislarimiz ishlayapti. Qoraqalpog'iston, O'zbekistonni butun hududi bilan ishlaymiz. Undan tashqari hozirgi kunda mahsulotning yaxshiligidan Qirg'iziston bilan biz ya'ni shartnoma tuzganmiz, Qirg'izistonga ham eksport qilamiz. Juda ham malakali mutaxassislarimiz ko'p, bemalol bog'laninglar. Ya'ni azizni so'rasanglar, undan tashqari ko'pgina mutaxassislar bor. Aloqaga chiqsanglar, albatta hammasi chiroyli muomala bilan sizlarga yordam beradi. Rahmat. Mana avval Marg'ilonlik onaxonimiz qo'ng'iroq qildilar narxlari borasida va to'lovlar borasida men so'ramoqchiman. Ko'pchilik mana hozir onaxon ikkilandilarda, o'g'illarim maslahatlashib, narxlari qanaqa ekan. Bitta onaxonda emas, ko'plab insonlarda shunaqangi ikkilanish va savollar bor. Hozir buyurtma qilib qo'ysam, qo'ng'iroq qilib qo'ysam, keyin to'la olmay qolsam-chi, qanaqa bo'lar ekan, to'lovlari qanaqa ekan, oldindan to'lab berish kerakmi? Keling, to'liqroq ma'lumot beramiz. To'lovlari qanday usulda, qanday yetkazib beriladi, qanday amalga oshiriladi bu jarayon? Albatta, kerakli savol bu. Ana shu hozir o'zida onaxonni hurmatidan biz 70% chegirma e'lon qildik. Aslida 100 ta 120 ta odamga birinchidan, ikkinchidan mahsulotni siz qo'lingizga olgandan keyin qo'l qo'yib to'laysiz. Bu ko'rsatuvni boshida aytganimdek, bizaniki Plan Baby klinika hisoblanadi. Klinika bo'lgani uchun sizlarda hech qanaqa oldindan to'lov yo'q. Qo'lingizga borganda, mahsulotni qo'lingizga olganda dokument asosida qabul qilasizlar va hech qanaqa oldindan to'lamaysizlar. Undan keyin, masalan, oddiy misol ko'zdagi, ya'ni har bitta kasallik, ya'ni o'sha kasallikni davolataman desangiz, har qanaqasiga, ya'ni hozir masalan ruschasiga aytgan частный klinikaga borsanglar ham har bitta kirishinglardan pul. Shu jumladan Toshkentdagi bizani Plan Baby klinikamiz ham xuddi shunaqa. Kirganingizdan konsultatsiyaga to'lanadi, har bitta apparatlarga to'lanadi. Lekin nima uchun biza shu, ya'ni nechidir kilometr mana issiqlarda, sovuqlarda bosib, viloyatlarda boshqa joyda ishlaymiz. Chunki aynan sizlarga bu mahsulotni uylarda o'tirib, bemalol tekin konsultatsiyalar orqali hech qanaqa sizni borib kelgan, ya'ni yo'l kirangizga uyingizda o'tirib davolanish uchun imkoniyat qilib beramiz. O'shaning uchun agar sizlarning ko'zingizda qanaqadir muammo bo'lsa, uzoqni yaqin ko'ra olmayotgan bo'lsanglar yoki ko'zingizda qanaqadir noqulaylik bo'lsa, yoshlanish, qichishish yoki kimdadir glaukomadan qiynalayotgan bo'lsanglar, ya'ni bemalol bog'laninglar. Xudo xolasa malakali mutaxassislar sizlarga chiroyli yordam qiladi. Rahmat. Davom etamiz. Navbatda agar yana qo'ng'iroq bo'lsa, qabul qilishga tayyormiz. Yo'q, hozircha bog'lanmadi. Bizga kelgan savollarga demak to'xtalamiz. Xo'p, katarakta va glaukoma kabi kasalliklarni ya'ni biologik faol qo'shimchalar bilan, mahsulotlar bilan to'liq davolab olish mumkinmi yoki boshqa jiddiyroq dorilardan ham foydalanish kerakmi deb savol beryaptilar.
Aslida glaukoma kasalligi haqida to'xtalib o'tamiz, katarakta haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchi, glaukoma kasalligi o'zi ko'z bosimi deyiladi. Bu afsuski ko'z kasalliklarining ichida eng og'ir kasallik. Chunki ko'pchilik bu glaukoma kasalligini sezmay qoladi. Chunki jim tarzda keladigan ko'rlik kasalligi deyiladi. Chunki hech qanaqa belgi bermaydi birinchi holatlarda. Ikkinchi holatlarda buni belgisi aynan ko'zingiz mana shu ikkita chetni ko'rmaslikni boshlaydi. Hech kim buni ilg'amaydi, chunki oldidagi narsani ko'rib turgani uchun yoki uzoqni yaxshi ko'ra olmay yaqinda ko'rayotgani uchun ko'pchilik e'tibor bermaydi. Ana shunda insonda уже ya'ni ko'z bosimi yuzaga kelishni boshlaydi. Ko'z bosimi aslida bizda ko'zimizni tuzilishi, ya'ni birinchi o'chirda yorug'likni ko'zimizni aynan shoh pardasi qabul qiladi. Shoh pardadan qorachiqqa o'tadi. Qorachiqdan gavhar, ya'ni fokus oldiradi va retina pardalar to'r pardalarga o'tkazib, retina to'r parda impulsga aylantirib, mayda kapillyar nerv tomirlari orqali miyaga tasvir jo'natadi. Endi bu qurilma agar aynan o'sha ko'zimizni orasidagi shoh parda bilan gavharda tomir bo'lmaydi. Buni oziqlantiruvchi narsa bizani ko'zimizdan ajrab turadigan suyuqlik. Ana shu suyuqlik to'liq ajrashi, ya'ni yaxshi bo'lmasa yoki bo'lmasam ko'zdagi aynan yetarli bo'lgan xandra ideya tomir qavatida qon to'g'ri aylanmay, sochdan 20-30 barobar ingichka qon tomirida qon yaxshi aylanmay tromb hosil bo'lsa, unda ko'zdagi oraliqdagi suyuqlik bosimi ushlab tura olmaydi. Undan tashqari sahari bor kasallarimizda kelib chiqadi bu kasallik. Ya'ni gipertonik holatlarda kelib chiqadi. Jarohatlanish asosida kelib chiqadi yoki boshqa ko'z kasalliklari to'g'ri davolanmasa, glaukoma kasalligi albatta kelib chiqadi. Bu degani ko'z bosimi, ya'ni o'ynashi, ko'tarilishi. Bu tomir qurishi agar to'g'ri davolanmasa, bu ko'zni ko'rlikka olib keladi. Mana ko'p holatlarda bizga murojaat qiladi. Meni bitta ko'zim o'zi ko'rmaydi, ikkinchi ko'zimda lekin ozgina ko'rish bor. Masalan, aytaylik 90% ko'rmaydi, 10% ko'rish bor. Lekin inson shu 10% bilan ham ko'rib yashayotganini his qiladi. Ana shu 10% ni saqlab qolish uchun mana shu mahsulotlarimizni tarkibida tomirda qayta tiklovchi, to'qimani qayta tiklovchi lutein ekstraktlari bor. Albatta murojaat qilsanglar, bu mahsulotlarimiz ana shu ko'rishinglarni saqlab, ya'ni ravshanlashtirib beradi. Ko'rmay qolgan ko'zga albatta, ya'ni na operatsiya, na bu mahsulotlar yordam bera olmaydi. Biz ya'ni nonimiz halolligi uchun hammasini to'g'ri, ya'ni batafsil aytib o'tamiz. O'shaning uchun ham ko'rmay qolgan, nol bo'lgan ko'zga yordam bera olmaydi. Albatta ko'rayotgan ko'zingizda o'sha tomirlarni qurib ketishini oldini oladi, aynan to'qimalarni qayta tiklashga yordam beradi. Aynan o'shani o'zida ko'zingiz, ya'ni o'zingizga kamida 20-30 yil xizmat qilib beradi. Kataraktaga to'xtaladigan bo'lsak, katarakta ko'zdagi, ya'ni xiralashishdan kelib chiqadi. Bu ham xuddi shunaqa miopiyani, ya'ni boshlanishi, gipermetropiyani boshlanishi, ayrim holatlarda to'g'ri davolanmaydi. Masalan, ko'pchilik bolam 13 yosh deydi yoki 12 yosh deydi. Mani bolamda -0,75 ekan, mahalliy okulistga olib chiqdim. Menga ya'ni ko'zoynak tavsiya qildi deyshadi. Ya'ni ko'p uchraydigan holatlar. Yoki tomizma berdi, yoki maz berdi, yoki mana shuni tavsiya qildi, 18 yoshda operatsiya qilar ekan deydi. O'ylab qarang, 13 yosh qiz yoki o'g'limiz hali orada 18 to'lishga 5 yil bor. Lekin -0,75 degani miopiyalarda eng birinchi bosqich hisoblanadi. Buni albatta bu mahsulotlar bilan davolasanglar bo'ladi. Agar 5 yil kutsanglar, bolada o'sha irsiy kasallikka o'tkazib olishinglar mumkin bo'ladi. Ko'zoynak faqat kasallikning rivojlanishini ma'lum bir muddat sekinlashtirib beradi. Bu mahsulotlarimiz ya'ni ko'zdagi yosh kattalarda -20, -18 bo'lgan holatlarda ham bemalol 3 oy, 4 oyda orqaga qaytarib beradi. -0,75 da bemalol albatta davolasa bo'ladi inshaalloh. Ya'ni bu mahsulotlar bilan men aytmoqchimanki, shu miopiyani to'g'ri davolamasanglar, gipermetropiyani to'g'ri davolamasanglar, ko'zda bora-bora o'sha qon tomirlarida qon aylanishi yaxshi bo'lmasa, ko'zdagi gavharga oqsil yetishmasligi natijasida katarakta kasalligi kelib chiqadi. Hozir 100% dan oladigan bo'lsak, 70-75% insonda ham yosh kattalarda ham, yoshlarda ham katarakta juda kuchayib ketgan. Xira ko'rish deyiladi bu. Chunki to'r parda rivojlanadi, ko'zga oqsil yetishmasligi natijasida. Va bu kataraktani borib operatsiya qildiradi. Birinchi ko'zni qildirsa, mana 80% insonlarda o'ng ko'zda uchrasa, 20% insonlarda chap ko'zda. Lekin aynan shu kataraktani operatsiya qildirgandan keyin albatta ko'zdagi suyuqlik buzilishi bor. Operatsiyadan keyin 1 yil, 2 yildan keyin ko'zni holati aynan
ya'ni gavharni orqasidagi ya'ni o'zini linzasi qoladi. Ana shu narsa baribir xiralashadi va yana qayta operatsiya qildirishga to'g'ri keladi, lekin ko'z 2-3 martadan keyin ko'zda ya'ni muskullari, mushaklari ushlab bera olmaydi. O'shaning uchun operatsiya holatsiz davolanishga harakat qilinglar. Ana buning uchun mana bu mahsulotlar sizlar uchun ya'ni ishlab chiqarilgan, juda ham katta yordam beradi. Aziz yurtdoshlar, davom etamiz. Tomosha qilayotganingiz Taraqqiyot telekanali tabobat bizdan boshlangan ko'rsatuvi. Albatta biz Plan BB klinikasi bilan hamkorlikda ushbu ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etyapmiz. Ko'z kasalliklarini davolashda tabiiy mahsulotlarni o'rni borasida albatta ko'plab foydali ma'lumotlar mutaxassis tomonidan taqdim etilyapti. Yana bir narsani ta'kidlab eslatib o'tmoqchiman. Agar ko'rsatuv mobaynida ushbu mahsulotlardan buyurtma qiladigan bo'lsangiz, Plan BB klinikasi tomonidan 70% chegirma 120 ta buyurtma qilgan yurtdoshlarimizga 70% chegirmalar taqdim etiladi. Bundan ham unumli foydalanishingiz mumkin. Xo'p, endi mahsulot borasida men shaxsiy fikrlarim bor. Shaxsiy fikrlarim shundan iboratki, avvalgi ko'rsatuvlarimizdan birida shu mutaxassislar tomonidan Vizinol Forte hamda Omega 3 mahsulotlari berilgandi men uydagilarga. Farzandimda ko'zini biroz pirpiradi. Qo'ng'iroq bor ekan. Bu ma'lumotlarni keyinga qoldiramiz. Biz qo'ng'iroqni qabul qilaylik, undan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? O'zbekiston tumani Yeypan. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Xo'p, savolingizni eshitamiz. Yoshim 59 da. Nimada? Yoshim 59 da. Ko'zimda bunday yumib turib ochsam, ko'zimda bir 2-3 ta qora tochkalar paydo bo'lyapti. Keyin ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Ana ochki orqali 1,5 ochki olganman. O'sha 1,5 ochki orqali ham bir 4 yil 5 yil oldin ko'rardi, hozir yaxshi unaqa nima bo'lmayapti. Ko'zim yoshlanyapti keyin. Va bu holatlar sizda qachon boshlandi? Bu holatlar endi ko'zimda yoshlanishi bir yilcha bo'ldi. Ko'zimda yoshlanishni boshlanganiga. Lekin bu o'sha bunday ko'zimni yumib ochganimdagi parda hosil bo'ladi-da, parda hosil bo'lib turib, bitta, ikkita, uchta, to'rtta tochka bo'lib turib, yana uzoqlashib ketib qoladi. Xo'p. Bu nuqtalar paydo bo'lganiga qancha bo'ldi? Bu nuqtalar paydo bo'lganiga ko'p bo'ldi, bir 20 yil atrofi bor. Xo'p. Ko'zni butunlay xiralashiga qancha bo'ldi? Ko'zimni butunlay xiralashiga bir 5 yil bo'lib qoldi. O'sha vrachga borib ko'rsatib turib, ochki yozib berishgandi. Men ochkini taqib yuring, yaxshi bo'lib ketasiz deyishdi. O'sha ochki hozir ochki ham yordam bermay qoldi. Hali o'sha internetdagi mayda harflar, o'sha crossword yechardim, crossworddagi mayda harflar ham endi hozir ko'ra olmayapman. O'shalarni ham juda uzoqdan olaveradi, yaqinda nima qilmayapti-da. Bu bo'yicha davolanish kurslarini o'tkazdingizmi? Yo'q, o'tkazganim yo'q. Hozirlarga shu kelib shunchaki ko'zoynak taqib yuribsiz xolos. Tushunarli. Juda ham o'rinli, juda ham kerakli savol bu. Ko'p insonlar mana shunday be'tibor bo'ladi, kerakli muolajalarni o'tkazmaydi, shunchaki ko'zoynak taqish bilan bu bartaraf bo'ladi, vaqt o'tishi bilan yaxshilanib qoladi deb o'ylashadi. Mana yoshlari 59 ga kelibdilar, bir kam 60 yosh. Albatta. Bularda, ya'ni ko'zlarida hozir o'zlari aytib o'tdilar, ko'zimda ozgina xiralik bor edi, doktorga borganman. Menga mana shu, ya'ni muolajani qilib berishdi, ko'zoynak yozib berdi. Hozir u ko'zoynak menga yaxshi tushmayapti, yaxshi ko'ra olmayapman u bilan deyaptilar. Aslida ko'zda bitta kasallik bilan borgan bular, ya'ni ko'zdagi ozgina xiralashish bilan. Boya ko'rsatuv boshida aytib o'tganimdek, bu hozirgi kunda 2-3 ta kasallikka aylangan. Chunki ko'zoynak davolab bermaydi. Ko'zoynak vaqtinchalik sizga yordam beradi. Sizni kasalligingiz rivojlanib, o'sha olgan ko'zoynagingiz ko'zingizga to'g'ri kelmayotgani uchun, sizdagi kasallik darajasi kattalashgani uchun hozirgi kunda bu ko'zoynak bilan siz yaxshi ko'ra olmayapsiz. Ya'ni siz uzoqni yoki yaqinni ko'ra olmaslikda hozir o'sha muammo chiqqan. Ya'ni miopiya qo'shilgan, gipermetropiya, qora tochkalar ozginadan keyin qum tiqilgandek bo'ladi va ko'z o'sha bosim orttiradi. Chunki
har bitta masalan siz ham organizmni to'g'ri ya'ni bitta joyingiz og'risa qaramasangiz suyak yo emiriladi yoki arterialniy qon tomirida давление hosil qilib olasiz. Ana xuddi shunga o'xshab ko'zingizni ham xuddi mana shu holatda surunkali kasallik bilan yuraversangiz, to'g'ri davolanmasangiz ko'zingizda glaukoma hosil qilib olasiz. Bu degani ko'z bosimi. Bora-bora bittada ko'rmay qolish holati. Ya'ni bugun ko'rib turibsiz, Xudo ko'rsatmasin, uxlab turib ertaga ko'z ko'rmay qolish holatlari mana shundan kelib chiqadi. O'shaning uchun ham ya'ni zudlik bilan ko'z ozgina xiralashganda yoki ko'zda parda paydo bo'lganda darrov ya'ni to'g'ri davolash kerak. Bunda faqat tomizma yoki ochki yordam bermaydi. Darrov operatsiyalarga yondashish kerak emas. Mana shu tabiiy mahsulotlar bilan har bitta mana atab o'tyapmiz. Uzoqni ko'ra olmasangiz gipermetropiyada, yaqinni ko'ra olmasangiz, ya'ni uzoqni ko'ra olmaslik miyopiyada, yaqinni ko'ra olmaslik gipermetropiya bo'lsa, ko'zingizda qichishish, achishish, undan tashqari glaukoma bor degan tashxis qo'yilsa, yoki sizni organizmingizda sahringiz baland chiqib, o'zingiz surunkali sahr bilan yurgan bo'lsangiz yoki sizda arterialniy qon tomir ya'ni davleniyingiz gipertonik bo'lsangiz, bemalol bu mahsulotlardan foydalansangiz bo'ladi. Yana bitta bu mahsulotimizni yaxshi jihati, ya'ni insonda mana allergiyam bor, ichsam bo'ladimi degan bizga ya'ni murojaatlar tushadi. Albatta bu 100% tabiiy bo'lgani uchun allergiyangiz bormi, boshqa dorilar iste'mol qilyapsizmi, o'zingizning surunkali kasalligingiz bormi, hech qanaqa xalaqit bermaydi. Bu asosan ko'zni davolash uchun mo'ljallangan tabiiy o'simliklardan tayyorlangan, ya'ni giyohlardan tayyorlangan mahsulot hisoblanadi. Ko'zingizga kerakli ozuqani, ko'zingizga kerakli kislorodni, ko'zdagi o'sha bosimni ushlab turuvchi suyuqliklarni barchasini normal holatda ushlab, ko'zdagi to'rbarda kataraktalarni, ya'ni sekinastalik bilan orqaga tortadi. Rivojlanib ketishini oldini oladi. Aynan o'sha bosqich, birinchi, ikkinchi bosqichlarda juda ham tez davolanasiz. Masalan, 6 oygacha bizda kurs lecheniyalar bor, lekin siz hozir o'zida aloqaga chiqsangiz, ozgina ko'zingizda muammo sezsangiz, murojaat qilsangiz, siz 2 oyda, 1 oyda, 3 oyda davolanib ko'zingiz 20, 30, 40 yil o'zingizga xizmat qilishini ta'minlaysiz. Albatta 30-40 yil ko'z xizmat qilish uchun bunga siz ham ozgina, ya'ni o'zingizdan harakat bo'lish kerak. Ana shunda ko'zingiz yillar davomida xizmat qiladi. Rahmat, davom etamiz va navbatdagi savol egasi ham allaqachon qo'ng'iroq qilib bog'lanib kutib turibdilar. Ularning savollarini tinglashga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Xorazmdanman. Savolingizni eshitamiz. Yo'q, men savolim yo'q edi. Men prosta shu narsani olib ichdik biz ham okulisni. Zreniya pasayishi bo'yicha hozirgi vaqtda ko'zlarda ham yaxshi ta'siri bor. Zreniya evvelga nisbatan ko'tarilgan, og'riq, charchoq, shunday narsalar ham ketganda men prosta rahmatda qo'yjak edim Ferzatga. O'zlari bilan gaplashdim. Hozir ko'rib qoldim. Televizorda shuning uchun biroz rahmatda qo'yin o'zlarini. Xalqam bilishli narsalar borligini deb telefon urdim. Juda ham. Qancha vaqtdan beri iste'mol qilyapman dedingiz? Yo'q, iste'mol etib o'zi tugatdik. 4 oy ichdik biz. Aha, 4 oy davomida. Hozir yaxshimi holatlaringiz? Hozir evvelga nisbatan zreniya yaxshi ko'tarilgan, keyin ko'zlarda qizarib yurishlar ketgan, ko'zdagi og'riq, charchoqlar ketgandan. Xullas, ichgandan keyin ta'sirini bilasiz ekan. 1-2 oyda emas, shu 4 oy ichgandan keyin yaxshi ta'siri bo'ldi-dan bizda. Shunga rahmatda qo'ying deb urg'anim edi. Salomat bo'ling. Biz ham xursandmiz. Albatta, bunaqa holatlar bizda ko'p. Sizlarga ham rahmat. Juda ko'p bizda, Xudoga shukr, bunaqa holatlar. Mana shu issiqlarda uzoq masofalardan kelganimizga o'shaning uchun ham xursand bo'lamiz. Chunki qaysidir joyda, ya'ni yer yuzidagi qaysidir o'zimizning yurtdoshlarimizga juda chiroyli natija qilib berish bizga, ya'ni huzur bag'ishlaydi, xursand bo'lamiz, yanada ilhomlantiradi. O'shaning uchun ham sizlarga ham rahmat. Agar ishonch bildirib, ya'ni ichsanglar, albatta avvalo, ya'ni Allohning izni bilan biz sizlarga chiroyli natija qilib berishga harakat qilamiz. Buning uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Rahmat. Albatta biz ko'rsatuv ijodkorlarini ham xursand qiladi bu narsa. Ko'rsatuvimiz orqali yurtdoshlarimizga kerakli mana shunday ma'lumotlar yoki hamkorlarimiz bilan bir yaxshi natijalarga erishayotganimiz bizni ham mamnun etadi. Boyagi fikrimni yakunlamoqchiman. Shaxsiy fikrim, ya'ni 6 yoshli farzandimning ko'zini pirpiratish holatlari bir hafta mobaynida paydo bo'lib qolgandi. Vizino Forte hamda omega-3 vositalardan foydalanib ko'rdik. Ayolimning ko'zlarida charchoq, toliqish, qizarish holatlari paydo bo'la boshlagan edi.
3 kunda natijalarni o'zlari aytishdi. Endi ko'proq biz ishda bo'lamiz. Uyga borganimda birinchi kun indashmadi, ikkinchi kun ham unaqa yaxshi sezilmadi. Uchinchi kunda lekin aniq ko'z pirpiratishlari to'xtaganligi, butunlay to'xtaganligi, birdan ko'zini pirpiratmay qo'yganligi, ayolimda esa umuman shu toliqishlar butunlay yo'qolganligini sezganini aytib o'tishdi. Men ham xursand bo'ldim. Albatta, bu borada men o'zim ham ya'ni gaplashdim, bilasiz, ayolingiz bilan. Aynan bularda 3 kunni, 4 kun ichida natija ko'rishini sababi bular bu mahsulotni, ya'ni ertachi ko'zdagi o'sha darrov, ya'ni ko'zdagi noqulayliklar sezilishi bilan darrov, ya'ni bizadan lecheniya boshlaganlar uchun 3 kun, 4 kunda natija sezdi. Endi daraja bo'ladi deb, birinchi, ikkinchi, uchinchi daraja. O'shaning uchun ham bular birinchi darajada darrov, ya'ni birinchi yordamga o'tdilar. O'shaning uchun ham juda chiroyli natija ko'rishni boshladi 3 kun, 4 kunda. Ya'ni bizada ta'siri qachon deb so'raydi ko'pchilik. Uni ham aytib o'tay, agar siz boshlang'ich endi ko'zingizda noqulaylik boshlanayotgan bo'lsa, xiralashish, achishish, qizarish yoki yaxshi ko'ra olmaslik holatlari kuzatilgan bo'lsa, unda sizda 3 kun, 4 kun yoki bo'lmasam 8 kunda, 7 kunda, eng uzog'i 14-15 kunda siz natija ko'rishni boshlaysiz. Agar bizani aytganimizdek to'g'ri iste'mol qilsangiz, juda ham tez, ya'ni natijani tez ko'rasiz va samarali ko'rasiz. Aytganimda yillar davomida ko'z o'zi sizga xizmat qiladi. Bizga kelgan savollar orasida ham aynan mana hozir ta'kidlab o'tganingiz bor, ya'ni mahsulotning natijasi qanchada seziladi. Yana bir savol bor. Xo'p, Telegram manzilimizga kelgan savollarga keyinroq to'xtalamiz. Qo'ng'iroq bor ekan, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom, rahmat. Qayerdan? Men Londondan telefon qilyaptim. Hozir ko'rsatuvlarni ko'rib qoldim, bexosdan. O'shanga nevaram borlar. Ko'zini taqarlar. Hozir 9 yoshlar. 9 yoshdalar. Bitta ko'zlarini natija pasirag'ida Toshkentdagi Akshay nimaga olib borgan edik, klinikasiga. Shu ko'zini taqarlar, noto'g'ri ko'rsatdi, keyin biroz balandroq gapirasiz, iltimos. Ko'zingiz ashuna operatsiya qilindi, zilinat ko'zoynakka yozib beruvdilar. O'shanga nima shu dorini iste'mol qilsa bo'ladimi? 9 yoshli nevaramga telefon qilyapti o'zim. Yana o'zimda ham muammo bor, ko'zimda go'sh bor, ikkala ko'zimda. Ya'ni oldiramizcha mablag' yetmadi, endi ko'prog'ini mana aytishdi, Farg'onada ko'z klinikasiga bordik. Shunga istamam bo'ladimi, men ham telefon qilayotgan joyim edi. Rahmat savol uchun, bizni kuzatishda davom eting. Xo'p. Sal pastroq eshitildi ovozlari. Endi iloji boricha imkon qadar tushunganimcha savollarga javob berib o'taman. 9 yoshli bolada ko'zida muammo bor, to'g'rimi? Operatsiyadan keyingi holatlari hozir lecheniya kursi davom etyapti. Qabul qilayotgan boshqa dori mahsulotlari bor. Ular bilan birgalikda iste'mol qilsam bo'ladi, qilsa bo'ladimi va o'zimda ham shunaqa holatlar bo'lyapti deb aytib o'tdilar. Juda ham to'g'ri savol. Mana qarang, inson aytganimdek, mana ko'z 20 millionga yaqin mayda qismlar bilan harakatlanadi. Sizda bolani operatsiya qilgan paytda, masalan, ko'zidagi qaysidir shikastlangan joyini yoki gavhar almashtirsa yoki boshqa holatlarda operatsiya qilinadi. Lekin o'sha mayda detallarga, ya'ni hech qaysiga e'tibor berilmaydi, chunki ko'zni orqasi bor yana. Aynan ko'zimizda faqat shahparda yoki bo'lmasam o'sha gavhardan yoki bo'lmasam o'sha xandroideya tomir qavatidan iborat emas. Ko'zni orqasida ildiz bo'ladi. Ana shu ildizlarga ozuqa to'g'ri yetib borish kerak. Oddiy misol, siz даже inson shamollasa ham, antibiotik olsa ham orqasidan nima uchun vitamin ichadi? Chunki insonda immunitet pasayib ketadi. Aynan antibiotik bitta yo'nalishga ko'rsatiladi. Xuddi shunaqa operatsiyada ko'zingizda bitta yo'nalishga operatsiya qilinadi. Bu mahsulotimizni operatsiyadan oldin ham, operatsiyadan keyin ham iste'mol qilsa bo'ladi. Nega? Chunki operatsiyadan keyin u ko'z oldingiga nisbatan, ya'ni noziklashadi, immunitet pasayadi. Ana shunda bu immunitet hosil qilib beradi. Ko'zdagi to'qimalarni qayta tiklashga, ozuqa bilan to'ldirishga, ko'zdagi aynan suyuqlikni normallashtirishga, ko'zdagi bosimni normal holatda ushlab qolishga, kelajakda glaukoma kasalliklari kelib chiqmasligini aynan bu mahsulotlar ta'minlab beradi. O'shaning uchun ham bu mahsulot operatsiyadan oldin, operatsiya qildirmayman desangiz, uzoqroq kurs lecheniya ichiladi. Operatsiya qildirib qo'yganman, lekin 1 yil 2 yildan keyin yana qanaqadir muammo bo'lyapti desangiz, bemalol bu iste'mollar, ya'ni mahsulotlarni iste'mol qilsanglar, juda ham katta yordam beradi. Ya'ni u holatlar qaytalanmasligini ta'minlaydi.
Yana bir bor eslatib o'tmoqchiman, ko'rsatuv mobaynida qo'ng'iroq qilib buyurtma qilsangiz 70% chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Biz navbatdagi qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, jonli efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, qayerdan? Aka, Hormel yaxshimisizlar? Salomat bo'ling. Qayerdan? Sirdaryodan Bahrom. Savolingizni eshitamiz. Otam 70 yoshdalar. 4 oylik kurs lecheniya bergansizlar. Shukur, yaxshi. Mana bir 2 kun, 3 kunda tugaydi lechenyamiz. Hozir holatlari yaxshimi? Ha, oldingidan ancha yaxshi, lekin 4 oylik berishgan. Otamlarning holatiga 4 oylik yetadi deb aytdilar. Endi yana olamiz, ichamiz degandek qilyaptilar. Mumkinmi, yo'qmi? Yana oldirsak 4 oydan keyin shuni biroz so'ramoqchi edim. Nojo'ya ta'sir bo'lib qolmaydimi ko'paytirib yuborsak yoki hozir ko'pu ichadi, foydasi bor, ichmasa yana to'xtaydi. Yoki o'sha o'ziga o'rgatib qo'yishi. 4 oy deyilgan, 4 oy ichib bo'ldik xullas. Albatta. Men savollarini tushundim. Agar sizlar bilan o'sha bizadan bu mahsulotni mutaxassis bilan bog'lanib, mutaxassis nazoratida bo'lib, agar mutaxassisimiz 4 oylik kurs lecheniya sizlarga tavsiya qilgan bo'lsa, albatta, ya'ni sizlarga hozir yaxshi deyaptilar-ku ko'zlari. Sizlarga o'sha 4 oylik kurs lecheniya to'liq davolab bergan. O'shaning uchun ham ko'zlari tiniq, yaxshi ko'ryaptilar hozirgi kunda. Endi bemalol hozir to'xtatsalar bo'ladi. Mahsulotimizni hech qanaqa o'rgatib qo'yish xususiyati yo'q, chunki mahsulot 100% tabiiy mahsulot. Tarkibida hech qanaqa gormon, sintetik ximikat bo'lmaydi. O'shaning uchun ham uzoq muddat buni bemalol icha oladi insonlar, ko'zida qanaqadir muammo bo'lsa. Sekin astalik bilan uzoq muddatda davolagan, ya'ni mahsulot ko'zingizni xuddi shunaqa uzoq muddat xizmat qilishiga yordam beradi. Oddiy misol qilib aytib beray sizlarga tushunarli qilib. Tishingiz og'risa, ya'ni aptekadan bitta Tinipar yoki bo'lmasa Fanigan ichsangiz 10-15 minutda to'xtaydi tishingiz og'ridi. Negaki tarkibida gormon bor, u sizni davolamaydi, tishingizni bloklaydi, faqat kasalligini, o'sha og'riyotgan nervini bloklab beradi. Lekin siz bu tishingiz uzoqroq xizmat qilish uchun doktorga borasiz, bir hafta, ya'ni uni tozalatasiz, boshqa qilasiz, plomba qo'ydirasiz, boringki 1 oy yoki bo'lmasam 2 hafta ketadi. Ana shunda shu tishingiz sizga yillar davomida xizmat qiladi. Bizda ham xuddi shunaqa, yugurib chiqib tomizma yoki maz bilan ko'zdagi bu mahsulot bilan erishgan yaxshi natijaga erisha olmaysiz. Aynan bu mahsulotlar o'shaning uchun ham 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oylik kurs lecheniyalarda zo'r natijaga erishasiz. Yillar davomida ko'zingiz xizmat qiladi. Ana shu bularda ham hozircha, ya'ni ko'z yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, ortiqcha iste'mol hojati yo'q. Yillar davomida Xudo xohlasa ko'zlari chiroyli xizmat qilib beradi inshaalloh. Rahmat. Davom etamiz. Navbatda yana qo'ng'iroq bor ekan, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Farg'onadan chiqyapman hozir. Savolingiz? Savolim, men zreniya 22 yoshdaman, operatsiya qildirmoqchi edim ko'zimni. Menda astigmatika nimasi bor. Tashxis qo'yilgan. Ha, qo'yilgan, keyin lekin hozir operatsiya qildirish sal keyinroq qildiray deganman, lekin operatsiya qildirmasdan davolasa bo'ladimi, yo'qmi? Savolingiz tushunarli. Albatta, astigmatizm bu ko'zdagi ikki xillik deyiladi. Bitta ko'zingizda masalan -1 yoki -0.75 bo'lsa, bitta ko'zingizda masalan undan yuqori, ya'ni ko'proq rivojlangan bo'ladi. Ana shu ikki xillik astigmatizm deyiladi. Ko'zda ikki xil ko'rish deyiladi buni. Buni albatta har doim aytaman, har doim biz eslatib o'tamiz. Operatsiyadan oldin inson birinchi to'g'ri davolanish kerak. Operatsiya eng oxirgi holatlarda qilinadi. Qachonki o'sha operatsiyasiz bo'lmaydigan paytda qilinadi. Yengil ekan deb yugurib borib operatsiyada 20 minut, yarim soatlik operatsiya har doim sizlarga 50 ga 50 qo'l qo'ydiradi o'zingizlarga. Ya'ni har doim aytadi operatsiyada. Boringki 50 ga 50 deydi, qo'l qo'yib berasiz. Lekin operatsiyadan oldin bitta operatsiya yaxshi chiqmay qolsa yoki yaxshi chiqsa xo'p, lekin sizni bu ko'zingizni operatsiya qildirgandan keyin hozir aytib o'tdim, boshqa ya'ni 20 milliondan ortiq detallar bilan, qismlar bilan harakatlanadi. Orqasidagi holat bor ko'zda. Xondroideya qavatlari bor, retina to'r pardalari bor. Ana shu qavatlarga siz baribir yordam bera olmaysiz. O'shaning uchun bu mahsulotlar orqali yordam bersangiz, sekinlik bilan 20 minut, 15 minutda emas, lekin sizda 12-13 kunda natija boshlanadi, lekin samarasi yillar davomida turadi. Hech qanaqa operatsiya qildirish kerak bo'lmaydi. Chunki ko'zni qayta operatsiya qildirib ham bo'lmaydi. Bir marta 27 yoshingizda qildirsangiz, ertaga ona bo'lishingiz bor. Ana shu paytda ko'zingizda yana, ya'ni
homiladorlik paytida ko'zga ta'sir qiladi. Siz qayta uni qila olmaysiz. Mushak muskullar bo'shab ketadi. O'shaning uchun ham operatsiyasiz davolashni avvalo birinchi o'ringa qo'yish kerak. Inson o'zini hurmat qilish kerak. Ana shundagina, ya'ni osam ta'sir qilarmikin, yaxshi bo'larmikin emas. Ya'ni men yaxshi bo'laman shuni ichsam deb ichsanglar, albatta chiroyli natija ko'rasizlar. Shuncha xalqimiz chiroyli natija ko'rib kelyapti hozirgi kunda. O'shaning uchun ham bemalol efirlarga chiqib, sizlarga tavsiya qilamiz bu mahsulotni. Azizlar, davom etamiz. Albatta oldinda yana bir qancha daqiqalar bor ko'rsatuvimizda va o'ylaymanki, ushbu ko'rsatuvimiz davomida ham ko'plab yurtdoshlarimizga yanada ko'proq ma'lumotlar va tavsiyalar taqdim etamiz degan umiddaman. Savollarga javob olamiz mutaxassisdan. Navbatda esa reklama vaqtida ham qo'ng'iroq qilib bog'lanib turgan yurtdoshlarimiz bor. Ana shu yurtdoshlarimizdan biri bilan demak suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Marhamat, jonli efirdasiz. Menimcha bizni eshitmayaptilar, chunki anchagina kutib qoldilar, bir necha daqiqa. Va butun diqqat e'tiborlari menimcha televizor ekranida bo'lsa kerak. Afsus, aloqalari uzildi. Mayli, biz esa Telegram manzilimizga kelgan savollar bilan davom etmoqchimiz. Juda ham qiziqarli savol kelgan. Ko'zim sahr bo'lganimdan keyin xiralashdi, ya'ni qandli diabetdan keyin xiralashdi. Bu mahsulot sahri bor insonlarga ham ta'sir qiladimi deb so'rayaptilar. O'rinli savol. Aynan aytib o'tganimdek, mana shu glaukoma kasalligi ko'proq mana shu diabet, sahri bor kasallarda, ya'ni ko'proq uchraydi, tez rivojlanadi. Kataraktalar ham xuddi shunaqa, gipertonik holatlarda, aynan sahri bor kasallarda uchraydi. Chunki sahrda orttiradigan yo'ldosh kasalliklarning biri ko'z kasalligi hisoblanadi. Bu nima uchun desangiz, aynan insonni boya aytib o'tdim, ko'zimizda xondroideya tomir qavati bor. Ana shu tomir qavati ko'zdagi aynan o'sha shoh parda, gavhar o'rtasidagi, ya'ni namlikni, suyuqlikni, bosimni normallashtirib turadigan suyuqlikni aynan kislorod, ozuqa hosil bilan ta'minlab turadi. Lekin bu tomirlarda, soch tolasidan 20-30 baravar ingichka qon tomirlarda qon quyuqlashishi natijasida yaxshi ozuqa yetib bormasa, ko'zdagi suyuqlik, ya'ni bosimni to'g'ri ushlab tura olmaydi. Sahr kasallarda bilasizlar, sahr 5-6 dan, ya'ni yuqori bo'lgandan keyin qon quyuqlashishi boshlaydi, o'ziga yarasha kleyga aylanishni boshlaydi. Natijada ko'zda bora-bora glaukoma, ya'ni ko'z bosimi kasalligi kelib chiqadi. Ko'pchilik insonlarda bitta ko'zi ko'rmay qoladi, chunki boshida sezmaydi, kam ko'radi, ya'ni uzoqni ko'ra olmayman, yaqinni ko'ra olmayman deb turib, aynan bitta ko'z umuman ko'rmay qolganda murojaat qiladi. Lekin shuni o'zida ham ikkinchi ko'ziga, ya'ni ikkilanadi, ta'sir qiladimi yo'qmi deb. Bu o'sha ikkilanadigan o'rinda bo'lmaymiz, chunki ikkinchi ko'zni albatta saqlab qolish kerak. Buning uchun bu mahsulotlar katta yordam beradi. Albatta sahr kasallariga ham mumkin. Aytib o'tganimdek, allergiya ham bor desanglar ham bemalol tabiiy mahsulot bo'lgani uchun, davleniyasi bor insonlarda, ko'z bo'yicha barcha muammosi bor insonlarga mumkin. Faqatki agarda, ya'ni onkologik kasalligi bor insonlarga biz tavsiya qilmaymiz. Homilador ayollarimizga hozircha tavsiya qilmaymiz. Bemalol tug'ruqdan keyin ichsalar bo'ladi. Ana shu holatlarda bemalol mumkin bo'ladi. Yana bir menimcha qo'ng'iroq amalga oshirilgan. Yo'q, hali bog'lanmadi. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz unda. Qiziq savol. Men homiladorlik paytimda ko'zim xiralashdi, tug'ruqdan keyin yanada ko'zimni ko'rishi pasaydi. Shuni tushuntirib o'tsangiz, nega bunday bo'ladi? Aslida ko'z kasalligi gohida homiladorlikda kelib chiqadi, chunki bilasizlar, inson homilador bo'lganda barcha kasalligi nimaga, ya'ni immunitet past bo'lsa yoki bo'lmasam nimaga moyilligi kuch bo'lsa, ya'ni moyilligi bo'lsa o'sha kasallik kelib chiqadi. Bularda o'sha ko'zda o'zi ya'ni ozgina muammo kelib chiqishining sababi farzand homila paydo bo'lgandan keyin vitaminlar, oqsillar o'sha yerga ko'proq ketadi. Endi ko'z immuniteti past bo'lgani uchun bo'ladi. O'shaning uchun ham homiladorlikda ko'zda o'sha narusheniya boshlangan, tug'ruqdan keyin ham bo'ladi, keyingi tug'ruqda undan ham tushib ketadi. O'shaning uchun ham tug'ruq bo'lgandan keyin Xudo xohlasa, ya'ni ko'zni mana shu mahsulotlar bilan to'g'ri davolab immunitetini ko'tarib olish kerak. Mana yosh qizlarimizda, ya'ni ko'pincha o'shaning uchun aytaman, turmushga chiqadigan qizlarda ayniqsa
ya'ni ko'zni baquvvat qilish kerak. 2 qatli paytida ko'zda muammo bo'lsa, bora уже ikkinchi, uchinchi farzandga kelganda -5, -6 ga o'tib ketsa, ya'ni miopiyalar kattalashib ketsa, уже irsiy keyingi farzandlarga уже ko'z kasalligi ona orqali o'tadi. O'shaning uchun ham vaqtida davolash kerak, boshlanishida davolash kerak. Ko'zda qanaqadir muammo darrov sezildimi? Albatta, ya'ni bu borada bog'laninglar, tekin konsultatsiya olinglar. Bemalol bu mahsulotni 1 oylik, 2 oylik, 3 oylik, ya'ni to'g'ri keladigan kurs lecheniyasini bitta qilsanglar, xudo xolasa ko'zingizda hech qanaqa muammo qolmaydi, yillar davomida xizmat qiladi ko'zinglar. Davom etamiz. Navbatda yana yurtdoshlarimizdan qo'ng'iroq amalga oshirilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Men Andijon viloyati Bulovosh tumanidanman. Savolingiz? Meni savolim 62 yoshdaman, o'zimni ham zirni ham pashlagan. Asosiysi o'g'lim bosimdan o'qigani uchun bizga bosim kelib bola operatsiya qilish kerak deyapti bular. Hozircha o'g'lim bilan bog'lanaman, manganda ingliz tiliga o'qiyapti. Bosim bilan o'qigani uchun hozir 1-2 oycha bo'ldi. Achib taqqaniga hali operatsiya qildirolmayman. Ana ekzamen yaqin bo'lib qoldi degandan keyin ko'zlik bilan achib qilgan bo'ldi, achib qilgan. O'shuning uchun opadan maslahat so'ramoqchi edim. Telefon nomerini beradimi? O'g'lim gaplashadimi yo bo'lmasam qanday qilib bog'lansa bo'ladi? Aloqa sifati u qadar yaxshi bo'lmadi. Biz imkon qadar savolingizni eshitishga harakat qildik. Menimcha, o'sha ko'p o'qish natijasida shunaqa holat bo'lyaptimi? Hozir oz qolyapti ekzameniga. Bosim bo'lib qolganda ko'p o'qigani hisobiga. Ko'p. Ya'ni ko'p o'qish hisobida ko'zda achishish bor demoqchilar, to'g'rimi? Ya'ni ko'rish qobiliyatlarida hech qanaqa o'zgarish yo'qmi? Ko'rish qobiliyatlarida o'zgarishni bilmayman. Hozir o'g'lim bilan bog'lana olmayapman. Haligi achkini sразу qilish kerak, operatsiya bo'lmasa degdi, achki tayyorlatib hozir 2 oydan beri o'qiyapti. Qarang, hech qanaqa tug'ma bo'lmasa bolada, ya'ni operatsiyaga tayyorlash birmuncha sal vaqtliroq deb o'ylayman, chunki bola siz aytyapsiz, ko'proq kitob o'qish jarayonidan kelib chiqyapti ko'zda achishish. Aslida ko'zda achishish kelib chiqishi aynan kitob o'qigan paytda ko'zda, ya'ni charchoq holatlari bo'ladi. Endi charchab turgan ko'zni yanada bosim bilan ishlataversa, albatta kasallik kelib chiqadi. Buni darrov, ya'ni operatsiya qildirish xato, chunki operatsiya qildirganda ko'pincha gavhar almashtiriladi, lekin ko'zni hozirgi holati gavhar hammasi yaxshi, faqat ko'zda mushaklarda, muskullarda ozgina toliqish, o'shalarda ya'ni torayish, kengayish holatlari kuzatilmoqda. Buni bemalol 1 oylik, 2 oylik kurs lecheniyalar davomida davolab olasizlar. Agar xuddi shu holatda ketaversanglar, ya'ni ko'zdagi achishish, sekin-sekin bora-bora qichishish yoki boshqa holatlar yuzaga keladi, uzoqni yaqinni ko'ra olmaslik va unda ya'ni ko'zda jiddiy muammo kelib chiqadi. Ko'zda quruqlik sindromi kelib chiqishi mumkin. Ko'zda boya aytgandek katarakta to'rparda, ya'ni qoplashi mumkin. Boshqa holatlar kelib chiqishi mumkin. Lekin darrov operatsiya deyish xato. Albatta bu boshlang'ich. Hozir o'g'lingizda bemalol davolab olsangiz bo'ladi. Pastdagi raqamlarga bog'lansangiz, malakali mutaxassislar kengroq sizni holatingizni o'rganadi va chiroyli maslahatlar berib, kerak bo'lsa, xudo xohlasa, natija qilib beradi. Rahmat, menimcha yurtdoshimiz savollariga javob oldilar. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt, ya'ni bir necha daqiqalar qolyapti. 10 daqiqa atrofida, 10 daqiqadan biroz ko'proq. Men bir narsani eslatmoqchiman. Ko'rsatuv mobaynida buyurtma qilsangiz, 70% chegirmaga ega bo'lasiz. Aynan oldinda 10 daqiqacha vaqtimiz qolyapti, 11 daqiqa vaqtimiz. Mana shu vaqtdan unumli foydalaning. Yana bitta qo'shimcha qilib o'taylik sizni gapingizga. Aynan shu ko'rsatuv vaqtida qo'ng'iroq qilganlarga 120 ta odamga, ya'ni biz 70% chegirmadan tashqari yana bitta imkoniyat, chunki yosh kattalarimiz juda ko'p. Otaxonlar, onaxonlar juda ko'p. O'g'limdan so'ray, qizimdan so'ray deydi. Albatta endi davolangisi keladi. O'shaning uchun ham mana shu omegalarni ko'rib turgan 100 talik omega, ya'ni bizning omegamiz oddiy baliq yog'idan emas, losos yog'idan tayyorlanadi. Aynan mana shu Germaniya texnologiyasi asosida ishlangan 2,5 oylik omegalarni biz otaxonlarga, onaxonlarga pensioner bo'lsa, aynan qo'ng'iroq o'sha ko'rsatuv asosida buyurtma bersa, biz tekinga o'zimiz qo'shib beramiz. Undan tashqari yana
xizmat qilamiz. Yetkazib berish bizada dastavkalarimizni uyini tagigacha tekin qilamiz va olgandan keyin o'z boshimchalik emas, biza bilan boshlaydi, bizani nazoratda bo'ladi. Chunki bu klinika, anketa ochamiz, bemalol uyda o'tirib Toshkentning doktoriga boraman demaysizlar, xudo xohlasa bemalol uy sharoitida o'tirib Toshkentdagi mutaxassislar bilan bog'lanib, bemalol oila davrasida davolanish imkoniyatlar xudo xohlasa bor. O'shaning uchun bog'laninglar bizaga, chiroyli natija olinglar. Rahmat. Va qo'ng'iroq amalga oshirilgan, menimcha, agar bog'langan bo'lsalar, ularning suhbat savollarini tinglaymiz. Yo'q, hali bog'lanib ulgurmabdilar. Bizga kelgan bir savol bor. Albatta bunaqangi savollarni ham o'qish kerak. Natija bo'lmasa, mahsulotlarni qaytarib olib, to'lovlarni qaytarib berasizlarmi deb so'rayapti. Juda ham o'rinli savol, juda ham kerakli savol deb o'ylayman. Mahsulotimizni birinchidan biza holatni o'rganib, agar natija beradigan bo'lsa, keyin sizlarga, ya'ni tavsiya qilamiz, keyin beramiz. Mahsulotimiz aytib o'tganimdek bir qancha ko'z kasalliklariga, agar sizda uzoqda ko'rishda muammo bo'lsa, bemalol xudo xohlasa yordam bera oladi bu mahsulot. Tarkibidagi 100 xildan ortiq mikro makro element sizni ko'zingizdagi o'sha aynan to'qimalarni yoki o'sha aynan ko'zingizdagi xandra ideya qon tomirlar orqali oqsillar bilan to'yintirish, kataraktalarni oldini olish, yaqinda yaxshi ko'rish holatlarida ko'zda qizarish, qichishish, quruqlik sindromlari boshlansa yoki glaukomada ko'zingizda ko'rish umuman pasayib yoki ozgina ko'rish qolsa, bu mahsulotlar bemalol yordam beradi. Agarki siz bizani aytganimizdek, bizani yemagin degan narsani yemasdan, gazli narsa ichmang deb tavsiya qilganda ichmasangiz, albatta natija Allohning izni bilan albatta natija ko'riladi. Chunki mahsulot ana shu narsalarga mo'ljallangan bo'lgani uchun bemalol natija ko'rasizlar. Davom etamiz va bizga kelgan navbatdagi savol. Assalomu alaykum. Ko'z ichim ba'zida sanchib og'riydi. Boshim og'riganda ko'zim qo'shilib birgalashib og'riydi. Bu qanday kasal? Agar ko'zingizda gohi-gohida sanchish bo'lsa, ko'zda yallig'lanish, har xil holatda kelib chiqadi endi bu. Ya'ni ko'zda yallig'lanish bo'ladi, tomirlarda gohida bilasiz, yoshlik paytida kimdir nima deydi, avariya holatlari bo'lgan bo'ladi yoki yoshlik paytida sotraseniya olgan holatlar bo'ladi. Chunki bosh miyada qon tomiri bilan ko'zdagi qon tomir tutashgan hisoblanadi. Chunki aytib o'tganimdek, retina to'r parda impulsga aylantiradi tasvirni va miyaga tasvirda mayda kapillyar tomirlar orqali jo'natib beriladi. Ana shu uchun ham bu birgalikda ishlaydi. Albatta, ko'zdagi o'sha nimalarda, qorachiqlarda, ko'zdagi muskul mushaklarda ham muammo bo'lsa, boshga og'riq beradi, chunki o'sha tomir orqali tasvir jo'natish qiynaladi va boshga og'riq turadi. Ana shu holatlarda bularni bemalol davolasa bo'ladi, chunki mahsulotimizning tarkibidagi lutein, o'sha Rossiyadan keltirilgan chernikalar tomirda elastik qilib beradi. Tomirda ya'ni yorilib ketishini oldini oladi, ko'zdagi qizarishlarni yo'qotadi. Tomir qurishini, avvalo tomir qurishini oldini oladi, ya'ni ko'z ko'rib turgan bo'lsa, o'sha ko'zni saqlab beradi va ko'zingizdagi, ya'ni yorqin ko'rishini ta'minlab beruvchi mahsulot hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Demak, hali qo'ng'iroq yana bog'lanmadi. Xo'p, mahsulot sifat sertifikatlariga, sanitariya xulosalariga egami, halol sertifikatiga egami degan savol beryaptilar. Keyin qalbaki mahsulotlardan qanday ajratib olsak bo'ladi qalbakisidan deyapti. Juda ham yaxshi. Mahsulotimiz bizaniki Sog'liqni saqlash vazirligi tarafidan tasdiqlovdan o'tgan sertifikat litsenziyaga ega mahsulot. Yana qaytarib o'taman, bu Plan Baby klinikasi orqali beriladi sizlarga. Mahsulot xat hujjat asosida qabul qilinadi va shaxsan uyingizni, eshigingizni oldigacha, ya'ni olib borib beriladi. Chunki bizda ko'proq murojaat qiladigan qariyalarimiz, onaxon, otaxonlarimiz, baribir o'zbekchiligimiz bor, o'shaning uchun hammamizda ota-ona bor. Eshigingizni tagigacha tekin dastavkalarda qo'l qo'yib olasizlar. Olgandan keyin bog'lanasizlar. Aynan Plan Baby'ning o'zini shaxsiy kuryerlari bor. Ular olib borib berishadi. O'shaning uchun sertifikat, litsenziya, hamma narsasi bor. Halollikgacha, ya'ni sertifikati bor mahsulot hisoblanadi. Rahmat. Va navbatda yana qo'ng'iroq bor ekan, ularni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Farg'ona Toshloqdan. Savolingizni eshitamiz. Men bir 6 oy, 7 oydan beri boshim, chap tomonim, boshim bir tomonim og'riydi.
o'sha og'riganda necha davlinam ko'tarilsa oldin 180 ko'tarilganda chap ko'zim xiralashib tumanlashib bo'lardi. Davlinam tushsa yana yorug'lashib bo'ladi. Endi hozir 140 davlinada ham asizida tumanlashib bo'lyapti. Shu ko'zim chap tomondagi ko'zim. Boshim og'riganda chap tomonim og'riydi xolos, o'ng tomonim og'rimaydi ama boshim. Tushunarli. Savollar tushunarli. Tushunarli. Qarang, men aytib o'tdim, ya'ni insonda davleniya, ya'ni bizani tilda davleniya deymiz, o'sha gipertonik holatlarda arterial qon tomirda bosim ko'tarilganda insonda o'zi aslida kelib chiqish sababi qon tomirlarda, ya'ni yupqalashib ketish yoki bo'lmasam tromb toksinlarni ko'payib ketishi. Endi bizani tilda qon quyuqlashganda insonning davleniyasi ko'tariladi. Ya'ni davleniya orttiradi ko'pchilik asabdan, har xil holatlarda. Lekin mana shu aytib o'tganimdek ko'zga birinchi o'chirtda ozuqani yetkazib beruvchi soch tolasidan 20-30 barobar ingichka qon tomirlar tomir qavatida joylashadi. Ana shu qon quyuqlashi sizdagi bosim albatta ko'zingizga ta'sir qiladi. Bora-bora o'sha davleniyaga qo'shimcha siz ko'zda xuddi shu, ya'ni ko'z bosim holatlarini ham orttirib olasiz. Chunki o'sha bosim bilan yurgan insonlar yillar davomida ko'z bosimini orttirsa glaukoma kasalligi kelib chiqadi. Mana shu boshlang'ich belgisi bo'ladi sizga. Ko'zingizda og'riq bo'lyapti, bilinyapti, sizda gipertoniya borligini bilasiz. Ana o'shaning uchun ham buni hech qanaqasiga yugurib borib o'zidan o'zi operatsiya qildira olmaysiz bu narsani ko'zingizni. Siz birinchi o'chirda ana shu tabiiy mahsulotlar bilan davolaysiz. Albatta, ya'ni davolash kerak bo'ladi, buni ko'zga ta'sir qiladi. Sahr kasallari ham xuddi shunaqa qon quyuqlashishi natijasida ko'zga ozuqa, kislorod yetib bormaydi, gavharga oqsil yetib bormasligi natijasida aynan parda tortiladi va xiralashish bo'ladi. Qorachiqqa yetib borsa yoki parda qarinlashsa, unda u ham ko'rlikka olib keladi. Ko'z o'zi aslida juda ham nozik, lekin bizga ancha vaqt beradi ko'z. Xiralashadi, uzoqni ko'ra olmaydi, yaqinni ko'ra olmaydi, achishtiradi, qichishtiradi. Sizga qanchadan qancha belgi beradi. Lekin biz nima qilamiz? Ko'rib turgan ko'zimizda ko'rib turibdi-yu, даже bittasi ko'rmay qolsa ham ikkinchisiga ikkilanamiz. Qanaqa bo'lar ekan? Men operatsiya qildirganman, yaxshi ko'rmayapti deb yana ikkilanishni boshlaymiz. Hech qachon unaqa qilish kerak emas. Agar ikkilansangiz, siz faqat vaqtini cho'zasiz, kasallikni rivojlantirasiz, ko'rlikka chop kelib qo'yasiz. Ertaga tayoq bilan yuradigan yoki oldingizdagi 1 metrda ham yaxshi ko'ra olmaydigan holatga kelib qolganda, hammasi уже, ya'ni orqaga qaytish ancha uzoq bizada kurs lecheniyani talab qiladi. O'shaning uchun ham boshlang'ich paytida murojaat qilsanglar, bizada davolash oson bo'ladi, kam kurs lecheniya bilan yaxshi natijaga erishasizlar. Azizlar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt nihoyalab bormoqda. So'nggi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Bir necha daqiqamiz bor xolos. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Farg'ona oblastidan qilyap turdim. Xo'p, savolingizni eshitamiz. Savolim ana meni allergiyam bor edi-da. Kuzda, bahorda, aprel-may oylarida bo'lardim. Shu bil ko'zim qichishib, nima bo'ladi-da, yosh oqadi ko'zimdan. Keyin o'shandan keyin endi shu bil mana shundan keyin ko'zimda ichi qandaydir hali davom etyapti hozirgacha. Tiqilganga o'xshab, jicha achishadi, xuddi tiqilganga o'xshab. Shunaqa bo'lyapti ko'zim. Qum tiqilganga o'xshaydi. Yoshingiz nechida? 71 da. 71 yoshingiz. Yoshingiz. Men ko'zim o'zingiz rosa yaxshi ko'rardi. Shu mahalgacha uzoqda ham hozir ham bunday ko'raveraman, yaqindan ham kitobda ko'z aynasiz ham hatto o'qiraman. Ilohim, lekin bizda tiqilib turyapti-da ko'zim. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu yaxshi ko'rishingiz sizni tark etmasin. Endi sizga bu ko'zlar 71 yil xizmat qilishdi. Albatta, menimcha biroz charchagan bo'lsa kerak. Marhamat, qisqaroq javob beramiz. Ajratilgan vaqtimiz ozroq. Allergiya bor, surunkali bo'lgan. Bu allergiya yillar davomida deyaptilar. Lekin buni natijasida inson ko'zini ishqaliydi, allergiyada yoshlanadi. Ana shu yosh, ya'ni ko'p yosh oqishi natijasida ko'zimizni oziqlantirib turuvchi yoshimiz ham, ya'ni bizada allergiyadan keyin infeksiyalanadi. Undan tashqari ko'zingizni ishqalaysiz. Ana shu holatlarda ko'zingizda qum tiqilganday bo'lishini sababi ko'zni shikastlaysiz. Ko'zdagi shoh parchalarda shikastlanish yoki ichki tomirlarda shikastlanish, ozuqa to'g'ri yetib kelmaslik holatlari yuzaga keladi. Bora-bora bu allergiya ko'zingizga ham o'tadi. Unda ya'ni bittada inson bugun yaxshi ko'rib turuvdim deb ertaga ham uzoqni yoki yaqinni yaxshi ko'ra olmaslik holatlariga chop kelib qo'yadi. Buni hammasiga mana mahsulotimizni tavsiya qilamiz albatta. Aloqaga chiqsanglar kengroq yoritib beramiz, chiroyli natija qilamiz. Albatta, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt yakunlandi. Shuning uchun to'la-to'kis sizga javob bera olmadilar mutaxassisimiz.
ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlariga ko'rsatuvdan keyin ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. U yerda ham mutaxassislar bor va albatta savollaringizga javob olasiz. Bugun esa sizlarni mana shunday chiroyli ma'lumotlar bilan taqdim etgan mutaxassis Feruzaxon Usmonovaga minnatdorchilik bildiramiz. Yurtdoshlarimizga esa yorug' olamni tiniq, doim ravshan ko'rib, baxtlarni to'la to'kis his etib yashang deb qolamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Kelgusi ko'rsatuvlarda yana ko'rishguncha xayr omon bo'ling.